Bostuymi? Qadamiga asroq ishqimiz. Jaloliddin Ahmadaliyev 2025-yil yangi konsert dasturi bo'yicha yaxshi kayfiyatda qilinyapti. Juda ko'p Egasi bor. Mushku bu mushuk. Ya'ni 2025-yilda Ata zo'r joyda o'tiribdilar 15-qator. Ish bilan oldingiz. Taronalari loyihasini g'olibiyan. Gaplar chiroyli qilgansizlar 15-qatorlarda. Ona o'zati o'tirib har kimga ham birpas o'tirib falon chakkatiston qachon keladi ekan? Bilasizlar, yo'qdan chiqib Avvalda meni joyim orqaroq edi, ozgina ko'ring. rostdan ham shu o'zini sinab gitarasidan Va sizga bitta savol beraman. turib aytib, Oilani saqlab qolishda eng asosiy omil nima? Hozir mana ajrim ko'payib ketdi. 10 yil bo'lmadi. Ishonch. Qani Qani yana ikkinchi savol. 6 kun bo'ldi. Ayol kishilar nima uchun pulni yaxshi ko'radi? Nima uchun? Odam Tabiat shunaqa. bo'ladi, qilsa harakat qilsa bo'ladi. Qarang, ayol kishi puldan energiya oladi, erkak kishi ayolidan energiya oladi. Ayol kishi energiyani pulni topish uchun qayerdan oladi? Farzandlaringiz bormi? Nechta? Hojona ham bo'lmabdi. Bitta narsa aytsam noto'g'ri tushundingizmi? Bo'yningizga yulduz deb yozib qo'yibsiz. Ismingiz Yulduzmi? Rostdan Yulduz ekansiz, Xudo xolasa siz bo'pti emas. Naryoqda ham vaqt ketdi. Noto'g'ri tushunmay mazza qilib o'tirdim. Hozir uzr. Ayolda prank qilamiz, noto'g'ri tushundingiz. Rahmat. O'rtaroqqa kelib o'tmabsiz. Ketdi. Oldin bunaqa